Assalomu alaykum. Vaalaykum Feruza assalom. Musayevman. Vaalaykum assalom. Mana ESL loyihasi English as a Second Language. Nafaqat ingliz tilini, balki 21-asr ko'nikmalarini o'rgatuvchi loyiha dedik. Ya'ni native speakerlar bilan Toshkent shahrida ishlashlar bo'lishi mumkin, lekin buni qanday qilib viloyatlarga yetkaza olamiz? Ya'ni viloyatlarda asosan qanday yo'llar orqali? Zo'r savol. Bu aslida viloyatlarga qaratilgan, chunki Toshkentda imkoniyat juda ham ko'p. Toshkentda har qadamda chet elliklar bor. Har qadamda kimdir gapirmoqchi bo'lsa, xolasi o'quv markaziga boradi, xolasi chet ellik bilan gaplashadi, xolasi chet ellik bilan shahar aylanadi va hokazo. Shahar markazlarida har qalay mana Buxoro, Samarqand, Toshkentda deyarli umuman muammo emasda. Bizning maqsadimiz regionlardagi talantli birinchi maqsad liderlarni topish, yosh liderlarni, chunki OLDP yosh liderlarga qaratilgan loyihamiz. Chunki faqat yoshlar bilan biz kelajakni juda to'g'ri qura olamiz. Yoshlarga biz bilgan, kattalar bilgan qadriyatni berishni xohlaymiz. Mana hozir 11-avlod bo'ladigan bo'lsa, siz masalan 11-avlod OLDPchisi bo'lsangiz, yangi liderlarni yosh liderlar nima uchun kerak? Chunki yosh liderlar ingliz tilida gapiradi, yosh liderlar chet elliklar bilan muloqot qila oladi. Yosh liderlar vatan tuyg'usini targ'ib qila oladi. Chunki sizlar shu yerdasizlar. Masalan, chet elga borib, qolib, bu degan fikrlarni bizlar boringlar, ko'ringlar, lekin eng yaxshi narsalarni olib kelinglar, lekin o'zligimizni yo'qotmaylik degan fikrga yuribmiz. Bu birinchi maqsad. Shu ikkinchi maqsad albatta o'qituvchilarni 21-asr ko'nikmalari nima degan ko'nikma bilan bilimni farqini bermoqchimiz xolos. Buni qanday bera olamiz? Qachon? Mana hozir viloyatlarda internet muammo emas. Har bitta odamda deyarli telefoni bor. Bu telefon orqali bizani qilishimiz mumkin bo'lgan, shu mana bizani homiylik qilayotgan tashkilotlar agar haqiqatan Zoomni zo'r qilib bersa, haqiqatan native speaker dediz, o'sha inglizcha, o'zbekcha gapira olmaydigan, o'rischa gapira olmaydigan ingliz chiqib gapirayotganini to'g'ri yozib, reels qilib beradimi, to'liq qilib beradimi, kanallarda tarqatsa, o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasida gapiradigan mavzu paydo bo'ladi. Bu mavzu asosida asta-sekin o'qituvchida fikr shakllanadi. Dunyoda qanaqa talab ko'nikmalar kerakligi va o'quvchilarda. Buni UNESCO tilida noformal ta'lim deydi. Shu noformal ta'lim har qanday jamiyatni rivojlantiradi. Menda ko'limda ozroq og'riq bor, chunki har safar viloyatlarga chiqsam, o'qituvchilar har safar so'raydi. Bizlarda ham shunaqa qilaylik, bizlarda ham shunaqa qilaylik deydi. Lekin ularga ozgina instrument yetishmaydi. Shu instrumentni ozroq mana texnologiyadan foydalanib bermoqchimiz xolos. Masalan, shu loyihani viloyatlardagi mana texnologiyalar rivojlangan Zoom orqali bemalol rivojlangan o'quv markazlari bilan ishlansa, o'quv markazlariga qanaqa foyda keltira oladi? Ya'ni o'quv markaz tomonidan qarasak. O'quv markazga bu birinchidan o'zini tanitish uchun bu nafaqat O'zbekistonda tanitadi o'zini, chunki unda eng zo'r o'quvchilar shakllana boshlaydi, o'qituvchilar shakllana boshlaydi. Bundan tashqari bu chet eldagi o'sha native speaker deydiz-ku, inglizcha gapiradigan, o'shalar bilan aloqa paydo bo'ladi. Shunday hozir bu asta-sekin bizlar bir narsaga intilyapmiz. Ta'lim tizimi global ta'lim tizimiga aylanyapti. Global ta'lim tizimi nima degani? Keling, Meksikadagi qaysidir bir mutaxassis O'zbekistonda ishlash imkoniyati bor. Hozir O'zbekistonda juda ko'p mutaxassislar ishlayapti. Xuddi shuni O'zbekistondagi qaysidir masalan Oydinoyga o'xshagan chiroyli qiz dunyoning xohlagan chekkasida ishlash imkoniyati borligini ko'rsatish. Bu ta'lim tizimi avval faqat o'zimizga ishlardi. Hozir unaqa emas. Hozir har doim global mehnat bozori talablarini o'rganishimiz kerak. Afsuski, bu hozir ta'lim tizimida, formal ta'lim tizimida berilayotgan yetarli emas. Shuning uchun faqatgina mana shunaqa ijtimoiy tashabbuslargina bunga yordam beradi. Masalan, mana o'quv markazlarida hozir viloyatlarga qarasak, deyarli ingliz tilini faqatgina til sifatida o'qitiladi. Ya'ni qanaqa IELTS TOEFLga tayyorlanish yoki abituriyent diplomga tayyorlanish orqali. Ya'ni bu loyihani olib kirish orqali ular native speakerlar bilan nafaqat ingliz tilini, balki 21-asr ko'nikmalarini ham o'rgana oladi. Faqatgina ingliz tili. Bu eng muhimi. Shunday. Eng qiymati hozir berilayotgan ta'lim tizimidagi eng qiymati shu. Yana bitta narsa qiymati bor. Masalan, bu faqat ingliz tili o'qituvchilar uchun emas, bu barcha o'qituvchilar uchun. Bu matematika, fizika, kimyo o'qituvchilari uchun ham kerak. Chunki integrallashgan ta'lim, STEM deyapmiz. Integrallashgan ta'lim qanaqa ishlaydi? Qanaqa metodika bilan ishlaydi degan savolga javob. Bu birinchisi. Ikkinchisi, texnologiyalardan foydalanishda faqat ingliz tili o'qituvchilari bilmaslik kerak-da, hamma bilish kerak.
man esimda bor, biz yana bitta tashabbus qilganmiz, o'qituvchilarning malakasini baholaylik degan tizimda chiqqanimizda bu ijtimoiy jamoat tashkilotlari qilish kerak aslida. Ta'limni professional uyushmalar qilish kerak. O'shanda faqat ingliz tili o'qituvchilariga qiladigan bo'lsangiz o'tmaydi, hamma o'qituvchilarni qiling deyishgan. O'shandan beri bu bilasizmi 2016-17-yillarda qilingan xulosa davlatimiz hukumat tomonidan shunaqa taklifga shunaqa javob olganman. Shuning uchun hamma o'qituvchilarni o'qitgim keladi. Demak, hamma o'qituvchilarni o'qitaman desam, hammasi menga faqat ingliz tili o'qituvchilarni o'qitasizmi deyishim. Ya'ni bu loyihani olib kirish orqali o'quv markazlari o'zini tizimlarida yangilik qila oladi. To'ppa-to'g'ri. Bu o'quv markazlari faqat tillarni o'qitmaydi. Dunyoviy bilimlarni, dunyoviy ko'nikmalarni. Aytmoqchimanki, bu yaxshi narsa. Men hozir shu yerda o'zimga aytmoqchiman. Mana hozirgi meni ish joyim O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida Double Degree degan dastur olib kiryapmiz. Double Degree degan dastur bugun 11-klass bitirgan yoki nima deydi, texnikum kollejlarni bitirgan bolalar uchungina emasda, ularda qanaqadir tushuncha paydo bo'lishi kerakki, qaysi davlatlarda men ishlay olaman degan. Masalan, hozir Rossiya, Belorussiya, Xitoy bo'ladigan bo'lsa, Xitoydagi bozor talablari qanaqa degan savolga bugun javob berish kerak, chunki ular 2 yildan keyin tayyor bo'lib qolmaydi. 4 yil, 5 yil oldin harakat qilishimiz kerak. Tayyorlanib borish kerak. Bu 21-asr ko'nikmalari aynan shu dasturlarga tayyorlab boradi. Bu faqat jahon tillari emas, bu boshqa davlat universitetlarida ham berilyapti. Demak, bizlar agar xalqaro dasturlarni olib kiradigan bo'lsak, bu har bitta o'qituvchini mindset deydi-ku, fikrlash darajasini tayyorlab boraveradi. Shunda ya'ni bu loyiha xalqaro darajaga chiqish uchun yana bir qadam bo'la oladi. Yana bitta qadam. Yana bitta jamoatchilikdagi tashabbus. Rahmat kattakon. Rahmat.